Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuhu. Bugun biz sizin bilan birinchi darsni boshlaymiz. Birinchi harfning ismi u alif. Ham u mana shulay yoziladi. İkinci harf. İsmi Elif. Elif. Agar da Elif harfining üstünde sızık kelsa, u a deb o'qiladi. Agar da Elif harfining ostida sızık kelsa, u i deb o'qilashak. Ham üstünde o'tir kelsa, u deb o'qilashak. A, I, U.